Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar uchun sharoit yaratib bormoqdamiz. Musofir shahriga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, haftada 4 marta, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari ishonchli, hech qanaqa sarsongarchilik, qo'ldan qo'lga o'tmaysiz. To'g'ri bitta avtobusga o'tirasiz va bitta avtobusda ketasiz aziz vatandoshlar. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Moskva, Krasnodar, Kazan, Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk shaharlariga ekrondagi 93 kodi bilan 258 8080 nomerlariga telefon qilib Kazanga ketmoqchimisiz, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Krasnodarga ketmoqchimisiz, narxini telefon qilib, qaysi soatda, qaysi vaqtda ketsangiz, narxini so'rasangiz bo'ladi, ma'lumot olib. Aziz vatandoshlar, manzilimiz Toshkent Abu Sahiy avtovokzali. Kirishingizga avtobus kassalarimiz bor. 8-9 kassadan pasportingizni topshirib, 8080 nomeriga bron qo'ydirib kelsangiz, mestangiz tayyor bo'ladi. Mestaga o'zim pasatka joylarni olib boraman. Shu oq avtobus bayirlarimiz sizlarni sog'-salomat Rossiya davlatiga yetkazib olib boradi. Rossiyaning 10 dan 15 dan ortiq shaharlariga primoy reyslarimiz bor. Yana bir narsani eslatib o'taman, yosh katta otalarimiz, ona-onamiz, hoji-ona, hoji-otalar kelsa, oldin qatorlardan joylar qilib beramiz. Ayollarimizga, farzandi borlariga muammo yo'q. Bez o'chirta aziz vatandoshlar, kelsangiz bo'ladi. Sog'-salomat Rossiya davlatiga, metro Katenikaga yetib borasiz. Tanlovda adashib qolmanglar, arzon narxlarga, mashinalarga aldanib qolmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.